Keling sizga o'zbek to'ylari haqida 5 ta faktni aytib beraman. Gaplarim asosli bo'ladigan bo'lsa, har doimgidek bitta like sizdan. To'y uchun bir umr ter to'kib ishlab, uning hammasini bir kunlik dabdabaga sarflashmasa hisobmas. To'yga deb qarz olib, bir oydan keyin uni to'lash uchun kuyov kelinni qoldirib, xorijga pul ishlashga ketmasa, odamlar to'y qilgandek bo'lmaydi. To'yga ko'rding qancha xarajat bo'ldi, shularni qoplash uchun ishlab kelasan o'g'lim. Qo'shnisining to'yidan ham dabdabali bazm uyushtirilmasa, u to'y emas. Dushmanlarim alamidan kuyib o'tsin deyman-da. 500 kishining qornini to'ydirib, dasturxonda ham taomlarni oshig'i bilan sochishmasa, o'zbekcha to'y hisoblanmaydi. 10 ta qora mashina uzoqdan saf tortib kelayotgan bo'lsa, bilingki, qo'shningiz Mamarayim uylanyapti.